Qurban etqimi az qaptılmış mehmonlarning aldı qo'yg'idek o'zgacha yeyishlik cho'ng taqsliq qo'rimlarni qo'rishni uyutib qo'ysangiz bo'ldi degan go'zallarimning talablari bo'yicha bolalar ham cho'nglar o'rtaq yerligidek achchiq qavatmay sho'xil tamlik kala quyruq istimimiz qilish usulini olib keldim. Ko'rganinglarda qo'rimning shaklimi intayin ko'rkam ham o'zgacha chiqadi. Go'shtni tutib bo'g'ichig'i so'ngaklardan ayrilib turg'idek intayin yumshoq pishib ketadi. Qaynamiz buni qanday aytamizki oxirigacha ko'rib birlik deganaylik. Oldi bilan kala quyruqni cho'ng-cho'ng parchalatib tayyorlab olgandan keyin sovuq silib 5-6 qitim qiyni qechib go'sht oqarg'ich pakiz yuvib tayyorlab olamiz. Undan keyin suyni pakiz sayqitib o'tish uchun qo'yib qo'yib, ketarlik seko'ktatlarni tayyorlab olamiz. Seriq qizil sabzlarni ko'rsatilgandek cho'ng-cho'ng to'g'rab olamiz. Qo'noqdami bir talni ko'rsatilgandek uzun-uzun qilib to'g'rab olgandan keyin so'ng piyoz, samsaq, zanjibillarni ko'proq tayyorlab, buni o'xshashli to'g'rab tayyorlab olamiz. Qozonga moy qo'yib, moy qizigandan keyin cho'ng bir qo'shiq shakar silib, buni to'xtamay aralashtirib ko'pik chiqqandan keyin kala quyruqni solamiz. Tezlik bilan aralashtirib kala quyruqning rangi o'zgarib, qani qashqandan keyin so'ng piyoz, samsaq, zanjibil bo'lib qolsa, manandek midye shangdan bir atal silvestanglar go'shtga g'ayr puraqlarni yo'qtidi. Undan keyin muvofiq tuz berib, yaxshi aralashtirib, bizlik purqichib qo'rib olgandan keyin 4-5 dal qizirib pishgan sho'xilni chanab silib etimiz yoki bo'lmasa, men o'xshash manandek tayyor sho'xilgan to'stdan bir qutini silib, uning rangining texnik chiroyli chiqish uchun cho'ng ustamning qurdoq tetqisini yarim bo'laqni silib, bularni yaxshi aralashtirib, sho'xli izilgich qo'rib olamiz. Undan keyin go'shtchilarga ko'proq qaynoq suv qo'yib, to'n o'tiq tanshab tovoqni 1 soat atrofida dumlab pishiramiz. Vaqt to'shqandan keyin arliqda tayyorlab olgan seko'ktatlarni silib, yana tovoqni davomli 40 minut atrofida dumlab pishiramiz. Mana vaqtim to'shib mizlik purqi o'ynak ichini bir og'an kala quyruq dumlamamizning tayyor bo'ldi. Endi buni mushnandek chiroyli taqsirlarimizga elib, o'zimiz yaxshi ko'rgan shaklda bezab olgandan keyin dasturxonga ochiq saqlam tayyor bo'ldi. Buni kala quyruqida emas, qo'yning ustixonliq go'shtlarda yoki bo'lmasa kala qo'rg'illarda qo'rib asnanlar o'xshash yeyishlik bo'laverdi jimo do'stlar. Manandek tamoq etib dasturxonga qo'ydigan bo'lsanglar, cho'nglar maqtab turib yeb ketadi jimo. Sizlarga oyda cho'qim etib bir sinab yiqinglar, xayr xo'sh.